birovdan so'rashibdi-da, 1 million dollaring bo'lsa nima qilarding? Qarzimga berardim debdi. Qolganini chetsa, qolganini keyin beraman debdi. Otaxon 140 yoshga chiqqanlar. Otaxon 140 yoshga chiqishingiz sababi nima? İçmagansiz, chekmagansiz, ko'chada uzoq daydamagansiz. Shuni sababi? Yo, dunyoda nima maishat bo'lsa hammasini qilganman, xudoga. Uzoq yashashingiz sababi nima? Men odamlardan qarz olardim deb bermasdim qaytib. Meni har xil idoralarga chaqirib, razbo'ylar qilishdi, choyxonalarga olib borishdi. Keyin foydasi bo'lmagandan keyin duo qilishga o'tishdi. Iloy o'lib qolmasin, qarzini bersin. Mana shularning duosi bilan 140 yoshga chiqdim. Lekin men ham nomard emasman. Qarzimni yarmidan qutuldim. Olib berdingizmi? Yo'q, yarmi o'lib ketdi menga qarz.